Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari. Bugungi obzorimizni Ertosh qishlog'ida olib boryapmiz. Dachani arzonini, sifatlisini eng zo'rini topib qo'ydim. Dacha qimmat indamogan borimiz degan bahonalar endi o'tmaydi. Ash dachani qisqacha obzorini ko'ramiz. Cho'ntay bo'lib, manzarasi o'ta chiroyli. Mana bu fishka, mana bu soy, mana shu dachani atrofida joylashgan. Ottepa dachani qisqacha obzorini qilamiz do'stlar. Mana bu manzaraga baho berib qo'yasizlar. Soyda bo'yida bu tomonda polniy tapchan so'rilar joylashgan. Qisqacha obzorini qilamiz do'stlar. Kuzatib boringlar kanalimizni. Inshaalloh albatta sizlar uchun bu manfaatli bo'ladi. Dam olish maskanimizga kirish qismini tushuntiraman. Ertosh qishlog'idan ropparasi 10 kilometr Shashara tomonga yurganlaringda asfalt yo'l tugaydi. Asfalt tugagandan so'ng o'ng qo'lga ko'prik bor. Ko'prikdan o'tib kelinadi. Bu yog'iga telefon orqali murojaat qilsalaring, joy tushuntiriladi yoki bo'lmasa o'zlari chiqib olib kelishadi. Xo'p, dachamizni kirish joyi mana bu yerdan 90lik kodi bilan 0088545. Mana bu dam olish maskanimiz fishkasi bitta baho berib qo'yasizlar. Mashinamizni parkovkasi uchun muammo yo'q. Bu pastda ham joylarimiz bor. Bu tomonda ham xonamiz oldida ham joylarimiz bor. Mashina parkovkasi uchun. Sharoitlari juda zo'r. Yotib qolish uchun ham sharoitlari bor. Video davomida sekin-asta bularning narxini sizlarga tushuntirib ketamiz do'stlar. Xo'p, mana bu birinchi, ikkinchi qavatlarda yotib qoladigan joylar bor. Har bitta qo'llanadigan beriladigan xonalarga soyda bo'yida alohida tapchan beriladi. Ya'ni kechqurun uyda qolib tapchanga chiqishlari mumkin. Yoki bo'lmasa tapchanda o'zida ham qolishlari mumkin do'stlar. Mana bu dam olish maskanimiz mana shunday bog'ning ichida joylashgan. Bugun shanba kuni bo'lgani uchun ko'p xonalarimizda odam ko'p ekan. Hozir bitta xonasi bu, shu xonani bitta ko'ramiz. Dam olish maskanimizdan bitta baho berib qo'yasizlar. Xizmatdan chiqqanda mana bu yerda 4 ta xonalarimiz bor. Mana shu xonamiz bo'shagan, shu xonamizni bitta ko'rib beramiz. Xo'p, xonalarimiz hammasi mana shunday zamonaviy tarzda remont qilingan. Kurba to'shab beriladi. Bemalol bu yerda qolib dam olishlari mumkin. Dam olish maskanimizda tepadan bitta ko'rinishi do'stlar. Ertosh qishlog'ining eng baland qismida joylashgan. Atmosfera, havo, fishka o'rtacha chiroyli holatda. Yosh katta hojilar uchun mana bu birinchi qavatda ham joy qilib berishadi. Xohlaganlar ikkinchi qavatda ham joy qilib bitta dam olishlari mumkin. Dam olish maskanimiz juda chiroyli. Aysa zo'r, mana shunday gullar bilan odamni bahrdil ochiladigan chiroyli tarzda joylashgan. Ertosh qishlog'ining eng chiroyli, eng zo'r nuqtasida joylashgan. Mana o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lishlari mumkin. Xo'p, bu yerda oshxonamizda xohlasalaring o'choqda, xohlasalaring gazet olib qo'yishlari mumkin. Oshxonaga kirish qismi, mana bu yerda xolodilniklarimiz, morozinlarimiz, mana bu yerda gazimiz, mana to'qqizta gaz ballonlarimiz bor. Xo'p, o'choqlarimiz tashqarida. Do'stlar, mana shu yotib qoladigan joyimiz. Hozir pastga tushib soy bo'yidagi tapchalardan ko'rib o'tamiz. Mana bu tog'dan haqiqiy zilo suv oqib qo'yilgan, o'ta muzey, o'ta shirin suv hisoblanadi. Mana bu yerda mana bitta alohida qo'ziq o'chog'i beriladi yoki bo'lmasam mana bu yerda mana ko'ralarda bemalol taom tayyorlashlari mumkin. Atrofi juda chiroyli holatda. Dam olish maskanimiz pastki qismida tepadan katta soy oqib tushgan, soy yonida ham tapchalarimiz bor. Aytib o'tganimizdek, har bitta xonaga bitta tapchan beriladi. Ya'ni issiq kunlarda mana shu soy bo'yiga tushib xordan chiqarishlari mumkin. Dam olish maskanimizning sig'imi juda katta. Katta jamoa kollektiv bo'lib kelishlari ham mumkin. Dachamizni aylanasi bo'ylab tapchalar, pastda so'rilar joylashgan. Hozir bu tomondagi tapchamizni ko'ramiz, so'ng soy bo'yidagi joylarimizni ko'ramiz do'stlar. Havo bugun 20-iyun bo'lsa, inshaalloh Ertoshda har kuni bir mahal yomg'ir yog'adi. Havo salqin o'ta. Mana bu ham tapchanimiz. Bunga kurpa to'shab beriladi. Qozon tovoqlari oshxonasi bu tomonda.
Xolasalaring mana bu yerda katta eshik uylari ham bor. Bu yerdan dam olishlar mumkin sizlar. Manzara o'ta chiroyli. Toqqa qaragan, pastda sharchara hamma yoq joylashgan do'stlar. Xo'p do'stlar, endi pastdagi dachalarimizni ko'ramiz. Shu mana tomonda mehmonlarimiz bor ekan, bu yoqqa o'tolmadik. Qolagan joylaringdan mana bu joydan javob bering desalaring, javob qo'shaveradi. Ya'ni uni orqasida ham shunaqa qoladigan xonasi, yonidagi ayvoni so'rilari bilan bor do'stlar. Menga eng yoqqan tomoni mana bu soyda bo'yidagi tapchalar bo'ldi. Maza qilib do'stlar bilan bemalol shovqin-suron qilib, baqir-chaqir qilib, maza qilib o'ynab o'tiramiz, diskotekaga o'tiramiz degan ulfatlar uchun keladigan joy ekan. Hech kim bezovta qilmaydi bu tarafda. Xohlasangiz mana shu tapchalardan qolishlar mumkin. Mana bu tapchamiz soyda bo'yidagi horliq chiqarsa mumkin shu tomonda. Xo'p, do'stlar, mana shu qator bo'ylab o'g'ilni 10 tadan oshiq so'rilarimiz bor. Hozir bularning bittasini ko'rib o'tamiz hammasini. Xohlasalaring mana bu tomonga o'tib, soyda bo'yida maza qilib dam olishlari mumkin. Suv katta. Bugun yomg'ir bo'lgani uchun ham soylarimizda ancha suv katta vahimali. Xohlovchilar yengil-yengil cho'milib olishi mumkin chekkaroqqa o'tib. Qisqasi maza qilib suv boshlab dam oladigan joylar. Mana bu yerda ulfatib o'tirib ekan. Fishka zo'r do'stlar. Manzarani o'ta maza qilib dam oladigan joylar. Xo'p, past tomonga qarab ketamiz. So'ralarimiz hammasi bir xil. Mana shunda joylashgan. Mana bu yerda mana sinfdoshlarim, ulfatlarim ekan. Assalomu alaykum, hormanglar. Sizlar dam olish qalay o'tyapti? Sizlar sinfdoshlarmi, ulfatlarmi, kasbdoshlar? Sinfdoshlar. Bunaqa sinfdoshlarni hozir kunda yo'q, menimcha to'planib keladigan. 18ta sinfdosh bor aka. 18ta? Shahar 19-maktabda 9-yil degan sinfdoshlar. Oho, ma'lum. Sinfdoshlar yo'q, yeriko'chda yo'q. Молодец, Kema oshiydi. Kemasa mushiydi. Qo'y. Erkak shoshiydi. To'g'ri. Erkakshini deydi-yu. Qo'y, yashaylar. Qo'shdiydi. Qo'shdi yegan odam qilib yuraveradi erkak bo'lib. Mushiylar. Молодец. Qani sonra qalbimni qora. Ana bunaqa yurakda Chiganlar armonda, kelmaganlar armonda. malay. Ashmi yurakda o'tib bor ekan, dam olgan dacha ekanda bu. Birov men taqmaydi, maza qilib dam olgan joylar ekan. Sharoitlar yo'q. Dachaniki. Aka biz klientda. Klient nechilar bergansizlar? Har oyda bir marta kamida kelamiz. Mashalloh. 20-15 kun. Gap yo'q. Do'stlar, uncha odam kilometrda yoqqancha bular kelishadi. Shuning uchun dachamizni bitta ko'rib o'zlaring kommentariyada bahosini berib qo'yasizlar. Akalar, rahmat, yaxshi mo'yinlari, charchamanglar. Xo'p. Xo'p, xohlovchilar qozon o'chog'ida ovqat qilish mumkin. Xohlovchilar uchun mana bu oshxonalarimiz bor. Idish tovoq hammasi shu yerda, gaz bilan berib beradigan. Bunaqa joyimizda naryoqda ham bor. Ya'ni tiqilib qolib navbatdan kutib qolinmaydi. Mana shu qator bo'lib tapchalarimiz do'stlar. Sinfdoshlar bilan keladigan joy ekan, to'g'risi ulfatlar bilan maza qilib dam oladigan. To'g'risi o'zim kelib maza qo'ryapman bunaqa dachani, to'g'risi. Mana bu har bir tapchanimiz. Hammasi bir xil, hammasi sharoiti. Mana bu yerda shu oshxonamiz, qoluvchilar uchun qozon o'choqlar. Hamma sharoit bir xil do'stlar mana. Maza qorda chiqaradigan. Xo'p, buni dachamiz narxini aytib ketaman. Dachamizning narxi bir kunga sutkasiga. Shanba yakshanba kunlari 70 ming 80 ming narx qo'yilyapti. Shanba yakshanbadan tashqari boshqa kunlari 50 mingdan narx qo'yishyapti. Ya'ni shanba yakshanba chunki odam ko'p, talab ko'p bo'lgani uchun demak narx shunday qo'yilyapti. Qolgan kunlari bemalol shu 50 mingdan turishlari mumkin. Agar xohlovchilar kunduz kuni o'ziga kelib, kech payt qaytaman deganlar uchun 30 mingdan narx. Ya'ni xohlagan shu tapchalaringni bittasini olasizlar, necha kishi bo'lsalaring ham kunduz kuni o'ziga 30 ming so'm narx qo'yilyapti. Ya'ni bu yerda ham o'sha hamma idish tovoq, hamma sharoit qilib berishadi. Mana bu manzaraga qarab to'g'risi dam olasizlar. Juda go'zal holat, juda go'zal manzara. Mana bu yonimizda demak tepa tarafdan sol keladi. Tomonlarimiz qirligadir deb xolasalaring qirga chiqib dam olib horga chiqarish mumkin do'stlar. Xo'p, bugungi obzorimiz mana shundan iborat. Xo'p, dachamiz agar sizlarga yoqqan bo'lsa,
do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Eng yaqin do'stlaringizga obuna bo'lishni unutmanglar. Like tugmasini bosib qo'yinglar va ko'proq bu mana shu videolarimizni qolgan insonlarga yetib borishga xizmat qiladi. Inshaalloh bundan zo'r videolar, kontentlar chiqarish maqsadimiz hali butun bir yoz bizni oldimizda turibdi. Kanalimizni kuzatib boringlar. Videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta doimo bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Do'stlar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomatlik ko'rishaylik. Omon bo'linglar.